Hurmatli o'quvchilar, berek kelmasdan oldingizlar, hozircha sal tushuncha bo'layotirmi? Ha? Tushunyapsizlar? Yo'l belgilarini, yo'lda e'tibor beryapsizlar? Ha. Qanday taassurotlar bo'ldi bergandan keyin? Yeganime o'sha 10 gün bo'lib qoldi. Yomon emas. Почти 70% yo'l qoidalarini, qonun qoidalarini, mashina haydashni почти 50% o'rgandim. Yomon emas. Tushunchalaringiz, darslaringiz yaxshi. Rahmat. Agar kamchilik bo'lsa aytasizlar. Kamchilik bo'lganlarini tushuntirib, o'zim aytib, so'rab olaman bilmaganimni. Sizlardan ham? O'rganyapsizlar axir? Yaxshi. Prava alıyorum yurganlarga nima tavsiya etasiz? Qiynalib yurganlar bo'lsa, borisha qo'rqib yurganlar bo'lsa, nima tavsiya Kelsinlar, etasiz? qo'rqmang, topshirsinlar. Xudo xolasa, bizlar ham umiddamiz, bir girishda olib chiqishga umid etib turibmiz. Yomon emas o'rganishimiz. Savollar, tushunchalaringiz hammasi yaxshi. Uydan deymi o'zimiz ustimizda ishlab turibmiz. Albatta. Demak, mashqda qiynalgan odam jangda qiynalmaydi. Shu yerda sal qiynalasiz, lekin vera borganda qiynalmaysizlar. Shuning uchun mahkam turasizlar, qarshi ikki qo'ldan aytganini bajarib tursa, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Hammaga shunga yarasha tavsiya qilamiz. Kelishlaringiz Kelsinlar, mumkin. havo.